Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 29-iyun haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Muhammad Rasul akamni futbolka mahsulotlarini narxi bilan tanishamiz hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang aka endi. O'zingiz bir narxlar tanishtiring aka bular. Tepadagilar markiza. Bular markiz ekan. Razmeri 52, 56 bo'ladi. 52, 56 ekan razmeri. Bunisi. Buni pachkaga 12500 so'm. Bunisini narxi 12500 so'm pachkaga. Pachkaga. Rangi endi Bunisi ham, bunisi ham. 6-7 xil rangi bor. Bositkalari bor. Bular bambuk basmi ular? Yo'q, ha, bunisi bambuk ekan, bunisi. Bunisi bambuk a? Aralashtirib qo'yibmiz, ha. Bular 11 ming bular, ha, pachkaga bular. Xo'p. Mas bambugi bular. O'xshab ketadi nimasi? Yaxshi bo'ldi. Mana bunisi ham bambuk, bunisi ham. Mana bunisi markiza bular. Hali velikan razmer 17,5 ming so'm pachkaga. Pachkaga. Ha. Bularimiz Yoqali. Bular 23 ming so'm pachkaga. Donaga 28 ming so'm. Buni ham shu. Pachkaga 20 ming, donaga 25 ming so'm. Yaxshi. Razmerlari bular 56, 58, 60 bo'ladi. Bularki 52, 54, 56 bo'ladi. Buniki 62, 64 bular. Yaxshi. Endi Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik 508 508 62 62 30. 30 ga telefon qilaverasizlar. Juda kamchiligini o'zlari tushuntirib berishaveradi. Tushunmagan joylaringizda. Aloqaga chiqaverasizlar. Donaga pachkaga sotishaveradi. Agar donaga olaman desalaring, qancha qimmat bo'ladi donaga? 5 ming, 3 ming, 2,5 ming. Ha. Ko'p farq qilmaydi. O'sha rasa borsa 5000 qimmat bo'ladi agar donaga eng katta razmer olsalaringda shunday ham. Salomat bo'lasizlar.